Qulshon sanatoriyasiga keldik. Xudo xolisa bu sanatoriyani bitta obzor qilib beraman. O'zinglar ko'rib baho berasizlar. Bu sanatoriyani menga yoqqan jihati Pony archalar, kislorod, просто bomba kislorod. Qulshon sanatoriyasida mana bunaqangi yo'lovchilar ham qilishgan. Charchagan payti skameykalarda dam olishidan mumkin bo'ladi. Jiya bo'lmasam, gaz ko'prikdan o'tsangiz, gaz suvlarda ham bemalol yuvib olsangiz ham, cho'milib olsangiz ham bo'ladi. Yozgi basseynlari ham bor bu sanatoriyada. Mana sanatoriyaning ichida mana bunaqa asallar bor. Har xil giyohli, vitamin asallarning inlari bor. Kesinglar shu yerda Asliddin degan ukamiz bor. Mana idishdagi solib beradi. Ertalab yeb tursanglar, mazza. Turshanglar mana qaranglar. Sanatoriyani ko'rdinglar. 1 dan 10 gacha